Yursa ham bizdan jahon majburlasin kechmayman birdan. Kelgan bola hozir shunga o'xshaydi. Bu uyga bola bo'lgan bitta san kamiding. Bu nima deganingiz oyijon? Ha nima? 3 yildan beri bitta bola tug'ib bera olmasang, hamma ayb onangda. Kasalligini bilib turib davolatib bermagan. Baribir tug'maysan davolatganimiz bilan. Unaqa demang oyijon. Allohga olsam. Onajon, yaxshi o'tiribsizmi? Siz men uchun dunyodagi eng yaxshi ayolsiz. Bilaman, ko'chadagi har xil gap so'zlardan to'ydingiz, lekin men ajrashmayman. Ajrashmasligimning sababi ham bu o'zingiz. Bu nima deganing o'g'lim? Men nima qildim? Siz meni shunaqangi erkak qilib tarbiyalagansiz. Ko'chadagi gap so'zlarni qo'ying, ona. Ajrashaman. Qachonki sizga behurmatlik qilsa, xizmatingizni o'z vaqtida qilmasa, Alloh ko'rib turibdi-yu, bizga ham berari bordi. Siz faqat duo qiling, onam. Menga ruxsat-a? Ilohim, shu bizni uyda ham chaqaloq ovozi eshitilsin, bola. Mana aka yuzga ham yetib keldik. Rahmat ukam, boringga shukr. Achchiqsi yo'q aka, bu arzimagan shu. Aytgancha, yangilik bormi? Bo'p qolar, sabr qilib kutyapmiz. Xudo xolisa nasib qiladi aka, yaxshi dam oling. Mayli, yaxshi yetib ol. Yaxshi keldingizmi, charchamadingizmi? Yo'q, har doim ishimiz-ku, nimaga charchayman? O'zingda nima gap? Yaxshi o'tiribsanmi? Ha, rahmat. Sizga bitta yangiligim bor. Qanaqa yangilik ekan? Necha yillar kutdim bolam, necha dardlar yutdim Rostdan? bolam, necha yillar kutdim bolam, Voy! necha dardlar yutdim Rostdan? jajji qo'lingdan bir o'psam kulfatlar tark etdi bolam.